Hammaga assalomu alaykum. Men o'z ustachilik sohasida ishlayman, lekin vaqtinchalik ish bo'lmagani sababli ishim to'xtab qoldi. Zaddini bo'yib bo'lib chiqqan ustaman. Shunga nima deysizlar? O'zim bo'sh vaqtimdan foydalanib, qani odamlar uchun manfaatli bo'lsin deb. Noldan to uy bitgungacha nima ketadi, qanaqa nima mahsulot ketadi, shuni video qilib olib chiqmoqchiman. Misol abu, chamoq, g'ish. O'sha qiziq bo'lsa, men pastga tashlab qo'yinglar. O'zim uchun ham foydali bo'ladi, qo'yganlar uchun ham foydali bo'ladi. Lekin no tomoni bor. Videoga olganim yo'q, tanto o'zim olganim yo'q. Bugun bu ideya kelib qoldi. O'shaning uchun shu video qilmoqchiman. Nima deysizlar shunga? Komment yozib qo'yinglar. Menga pastga qo'yib qo'yinglar. Chunki hali 90 tadan keyin bo'ldi men obunachim. 1000 ta, 2000 ta, 10 000 ta bo'lish uchun ancha mehnat qilgan odam, lekin ba'zi odamlar bitta ikkita videosi uchib ketgandan keyin obuna bo'ladi endi, qiziqadi, bu nima bo'lyapti endi. Bizda ham shunaqa bo'lib qolsa, mana bunda ha deydi. Ha deyman, obunachim ko'p bo'lib ketdi. Video qo'yaman deyman-da. Endi bu onlayn video qilishim ham bitta kontent odamlar ushlab qolish uchun. Chunki hamma ish qilib, nima qilgandan keyin qo'yyapti bu bunaqa videolar.